Hammaga salom bolalar. Men otim Kompot. Yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun men proverka qilaman. Ha, to'g'ri, qishloqlarni men tekshiraman bugun. Mana qaranglar. Kimdir hozir kimdir bilan o'g'irlash mumkin, kimdir narsa o'g'irlash mumkin, kimdir aldash mumkin. Mana shularni men tekshiraman. Masalan, siyoh rangli qishloq hozir aldayapti yoki kimdirdan o'g'irlayapti. Mana shularni men halollikka tekshiraman bugun. Bo'pti, davay boshlaymiz. Sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin biz boshlaymiz. Bo'pti, biz uyimizga kiramiz, kerakli narsalarni olamiz, keyin boshlaymiz. Ana sunduqdan kerakli narsalar oldim. Mana qaranglar. Radужный bolg'a, shuncha almas, яблоко золотое, нагрудник алмазный. Mana qaranglar, zoltoy olma. Mana mashlarni oq qishloqida sinimiz. Uyni yoniga qo'yib ketamiz. 64 ta olmas, 1 stak olmas. Wow, mana shu narsani qo'yamiz. Mash predmetlar yo'qolib qoldi degan narsani qo'yamiz. Bo'ldi, oq qishloqning uyiga boramiz-da. Keyin mashlarni mana shu yoqqa qo'yib qo'ysam bo'ladi. Mana shu narsalarni uyni yoniga qo'yib qo'yamiz. Agar nima qotganiki hozir. Yaxshi. Uyda ekan, mana shu qo'yib qo'yamiz. Agar olib ketsa yomon bo'ladi. Olib ketmasa yaxshi bo'ladi. Ko'rmaslik uchun mana shu uyga kirib olamiz. Ana. Ko'chaga aylashga chiqaysam, bo'pti. Shuncha burstak almas. Wow, radужный topor. Zolotoy olma. Voh, hammasi manga kimdir badarga topshirib ketdimi? Kimdir tushirib qo'yganmikin? Va, ura! Menga ham hammasi endi bo'ladi. To'xtanglar, hozir ana yozuvni ko'rdi. Endi o'qisin, ko'ramiz. Olib ketarmikin? Mana shu predmetlar yo'qolib qoldi. Nima? Qanaqa predmetlar? Radужный topor, алмазный нагрудник, almas shuncha. Mana shu hamma narsalar bor ekan. To'xtanglar. Demak, mendagi narsalar yo'qolib qolganmi? Shunda yo'qolib qolgan narsalarni men olib qo'yganman demak. To'xtanglar. Demak, kimdir buni yo'qotib qo'ygan, qaytarish kerak. Yoki men topib oldimmi, demak olib ketsam bo'larmikin? Nima qilar ekan hozir do'stlar, qaranglar yana olib ketarmikin? Nima qilsam ekan, men topib oldimmi, olib ketsam bo'larmikin? Yoki tashlab ketaymikin mana shu yoqqa. Men yo'qotib qo'ygan odamga kerak bo'lsa kerak. Mayli, endi tashlab birga berib ketaman, bo'lmasam men kimdir yo'qotib qo'ygan, endi olib ketmayman, uyimga men topib oldim deb. Nima qilar ekan? Komment yozib qo'yinglar do'stlar. Olib ketarmikan? Bo'pti, men birga topshirsam endi bu narsalarni. Meniki emas, baba. Meniki bo'lganda olardim. Hechim ko'rmayapti, lekin baba topshirishim kerak birga. Nima? Rostdan topshirayotganmikin? Ana kirdi. Men yo'qotib qo'ygan odamga bergan, kimdir yo'qotib qo'yib tushiladi. Rostdan ham hamma narsa beryapti. Qaranglar, almas nagrodnik, 1 stak almas. Wow, yaxshi lekin. Молодец, halol ekan oq qishloqqa. Ana berib keldim. Ha, mayli. Halol man. Men hech qadam olib ketmayman. Men o'g'ri emasman. Bo'ptimi? Yaxshi lekin oq qishloqiga qani mer tuk merdan narsalarni olib keting narsalarmi? Mer salom. Hozir senga oq qishloqqa olib ketdi-yu, o'sha narsalar meniki edi. Tushunmadim. Menga hech nima oq qishloqqa bergan yo'q-ku. Faqatdan o'ylab topolsan. Men hech nima bergan yo'q-ku. Tushunmadim. Sen mer halol emasmi endi? Tushunmadim lekin. Bo'pti, endi jigaring qishloqiga men испытание qilaman. O'g'irlab ketarmikan pullarimni yoki o'g'irlab ketmasmikan? Uyda ekan hozir. Mana shu yoqqa tomiga chiqib qolishim kerak birinchi bo'lib. Hozir ko'rasizlar. Men udichkada pul yopishtirib qo'yaman shu yoqqa. Keyin tablichka qo'yib qo'yaman. Kompotda pullari tegma degan. Agar olib ketsa, lekin
Baba olib ketolmaydi chunki udichkada bo'ladi. Bo'pti, lekin bu yoqqa tablichka yozib qo'yman. Bu pullarni tegma kompotga deb. Hozir uydan chiqmasin qilib, mana qo'shdim-ku olib ketmasa kerak. Pullarni tegma bu kompotga keyin восклицательный znak qizilda mana ko'p qo'yamiz. Qo'shdim-ku olib ketmasa kerak endi do'stlar, sizlar komment yozib qo'yinglar endi billa ko'ringlar. Mana udichkada pul qilib qo'yamiz. Hop, ana. Yaxshi bo'ldi. Yonida tablichka turibdi. Bu pulni tegma kompotga deb. Endi jigaring qishloqni ko'chaga chiqishni kutamiz. Qornim ham ochib ketdi mana. Nima qilsam bo'larkan, bo'pti, ko'chadan narsa olib keling pulimga. Pulim yo'q mana. Nima qilaman, endi qornim ochib ketdi. Bo'pti, mehribonlikka boring, nima deb kelar mana. Ha, yaxshi edi, mehribonlikka borib nima deb kelaman. O'zim ko'p kutyapman, chiqarmikin yoki bugun uydan olib chiqmasmikin, ha? Ana chiqdi do'stlar, to'xtanglarchi. Ko'ramiz endi olib ketarmikin. Kimmi puli bu? Tushunmadim. Mangami bu pullar? Men tablichka turgan ekan. Ana o'qiyapti. Qani ko'ringlar nima qilar ekan. Pullarni tegma bu kompotga. Nima? Tushunmadim. Nima kompot pullarni ko'chada saqlayapti? Nima ko'chada saqlayapti? Nima seyfda emas? Kimdir olib ketishi mumkin-ku. Hech kim ko'rmayapti, baba. Kimdir olib ketishi mumkin. Seyfda saqlash kerak, yo'q ko'chada qoldirib ketish kerak emas u pullarni. Nima qilaman bo'lmasam? Qornim ham ochib, pullarni olsammikin, yoki qoldirib ketsammikin? Kompotga bu pullarni. Lekin kim pullarni ko'chada saqlaydi, men tushunmadim. Hech kim ko'rmayaptganmikin, hech kim ko'rmayapti. Olaman mana shu pullarni. Nima? Rostdan pullarni olmoqchi u. Ha, olmayapti. Chunki men udichkada qilib qo'yganman. Endi olmayapti bu. Ana pullarni oldim. Kompot, shu yerdaman. Ha, shu yerdaman. Tomimni nima qilyapsan sen? Hozir tushib olib gaplashamiz. Nesan pullarni olding tushunmadim. Nesan, mana tomimda turibsan. Savolga savol qaytarma. Nima meni pullarimni olding sen? Olmadi bu. Olmoqchi eding-ku baba. Ko'chada turmaydi pullar ham hech kim ko'rmayapti. Buni olmoqchi edim. Jigaring qishloqqa tablichka turibdi-yu, bu pullarni tegma kompotga degan. Nima tushunmayapman. Nimaga olmoqchi eding sen? Qornim ochib ketdi, mani вообще. Hech kim ko'rmayapti-yu. Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham olish kerak emas, san kimmas edi-yu pulni. Ha, to'g'ri. Mana, masalan, sen olarmidi hech kim ko'rmayotganda, masalan, kimdirdan kashloq tushib qoldi, o'shani olarmidi deysan? Yo'q, конечно, egasiga berardim kimdir tushirib qo'yganini kashloqqa. Shunaqa deysan, lekin tushirib qo'yganda o'ziga olar deydi, aldoqchi. Olmas edim jigaring qishloqi. Shunday jigaring qishloqi ham lekin halolmas ekan, pullarimni olib ketdi. Mayli, mana yozib turibdi-yu. Tegmagin deb save'da saqlaydi deydi. Save'da просто проверка deydi bu. Bo'pti, endi yana bitta испытанием bor mana. Tablichkani olamiz, keyin ketdi. Yana bitta проверкам bor. Mana hozir mana shu yoqqa juda ham shiringina stol qilib qo'yaman. Stol o'zi shirin bo'lmaydi, просто ustiga nasar shirin bo'ladi. Mana shu yoqqa qo'yib qo'yamiz. O'zim yeb qo'ymasam bo'ldi. Mana tikvali tort va hot-dog, burger, tabaka, gazirovkalar, ana yana tort. Bo'ldi. Ana endi Salom kapot, yaxshimisan? Bo'pti, nima bo'pti? Siyoh rangli qishloqim. Men qornim ochib ketdi, просто qornim ochib ketdi. O'shancha yemoqchim hamma narsalarni. Rostdan bitta o'zi yemoqchimsan hamma narsalarni tushadi. Ha, albatta, juda ham qornim ochib ketdi. Hammasini yeb qo'yaman hozir men. Hech kim bilan bo'lishga kelmayaptimi? Yo'q, lekin juda ham qornim ochdi. Hammasini yeb qo'yaman o'zim. Toshla hammasini yolaysanmi? Ha, albatta hammasini yolayman. Yana bitta narsa esimdan chiqib qoldi mana. Men marojniy olib kelishim kerak edi. Marojniy esimdan chiqib qoldi. Nima? Marojniy bo'pti, olib kel. Men qo'rqilib turaman shu stolda. Hech kim narsa demaydi, hech kim o'g'irlab ketmaydi. Bo'pti, marojniyni olib kel.
Xo'p, mana mana shunaqa skrytli kamera qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, ketdik. Do'stlar, namuncha siyoh rangli qishloq tez paydo bo'ldi. Unaqa kutmadim men. Vau, lekin ishimni yeb qo'ymasmikin? Kamera o'rnatib ketdim. Hozir ko'ramiz endi. Marojna olishga ketdim desam, ana. Kapot. Endi qo'rqilamiz. Voy, nam yeb ketyapti lekin vashshi shiringina. Voy, yeb qo'yardim u hozir, lekin kapotnikida. Yaxshi yemayapti, rostdan ham axrina chiqyapti, yaxshi, lekin gap yo'q. Siyoh rangli qishloqiga. Ozgincha yesammikin, вообще qornim ochib ketdi. Balki boshqa kartoshka free yesam, hech chiqmasmikin. Nima? Burger yemoqchimi? Do'stlar, yeyaptimi, qani? Yo'q. Voy, mazza. Ana burger ham yedim. Lekin kompot ko'rib qolmasa bo'ldi. Voобще qornim ochib ketdi. Bo'pti endi. Nima, burgerimni yeb qo'ydimi? Voy do'stlar. Mana shu tortda ozgincha to'g'irlab qo'yaman. Ozgincha anaqa chayda chiqyapti. Mazzadan shirin bu. Nima, tortimni ham yeb qo'ydimi? Gazirovka bilan ichish kerak-ku tortni. Hop, yaxshi. Nima? Hamma narsani yeb qo'ydim, 3 tagina narsa qoldi. Siyoh rangli qishloq lekin. 3 tagina narsa qoldi-yu endi. Kompotga esa bambani urishadi. Yeb qo'ysam kerak, yeb qo'yishim kerak. Men urishadim. Men urishadim, 3 tagina narsam qoldi. Do'stlar, nima qilyapti? Yeb qo'yaptim hamma narsani. Lekin siyoh rangli qishloq kutmadim sendan. Ana siyoh rangli qishloqqa qani men narsalarim? Kapot, shunaqa hayvon yeb ketdi. Hayvon keldi, yeb ketdi hamma narsalarni. Nima? Hayvon yeb ketdi? Rostdan hayvon yeb ketdim hamma narsalarimmi? Yo'q, hech qanday hayvon yeb ketgani yo'q. Uzr kattagon, lekin o'zim yeb qo'ydim. Sen yeb qo'ydingmi hamma narsalarimni? Men yeb qo'ydim endi. Uzr kattagon, sendan uzr so'rayman. Prosta qornim ochib ketdi, yeb qo'ydim. Hech qanday hayvon yeb ketgani yo'q. Hammasi o'zim yedim. Uzr. Vashshi qornim ochib ketdi. Men yeb qo'ydim. Prezentatsiya qilaman. Rostdan prezentatsiya qilsam halolmisan sen? Uzr, lekin ошибкам prezentatsiya qilaman men. Rahmat, lekin mayli siyoh rangli qishloqqa. Yaxshi, lekin siyoh rangli qishloqiga 5 baho. To'g'ri, yeb qo'ydi, lekin prezentatsiya qildi-yu. Bu ошибка video emas, xato video emas. Bu kim prezentatsiya qiladi, kim halolligi video-ku. Mana prezentatsiya qildi, aytdi, men yeb qo'ydim hammasini deb. Demak, u halol. Mana lekin jigarrangli qishloqiga gaplarim bor. Bo'pti, oq qishloqi ham halol ekan, siyoh rangli qishloqi ham. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Oxirgacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr, sog' bo'linglar do'stlar.